Salam qadirli qarindoshlar, hammalar yaxshi turdinglarmi? Bugun biz olamning yaratilish 23 bobni ko'rib o'taylik. Oldi bilan men bir izohlash tegishli narsa. Men hozir sirtda deyotgan bo'lgash, qo'limdagisi, ya'ni 2001-yil Yaponiyada besib chiqarilgan kichik muqaddas kitob. Balkim sizlar manglar 2005-yil chiqarilgan muqaddas kitobni asos qilib turyapsizlar. Shuning uchun ba'zan so'z jihatdan balkim bir ikki so'z jihatdan o'xshamasliklar yoki farqlar bo'lishi mumkin, lekin cho'ng masala yo'q. Shuni saqlab qo'yay dedim. Undaq bo'lsa, oldi bilan biz olamning yaratilishi 23-bobni o'qib, anandagi mazmun bir qatim ko'rib chiqaylik. Olamning yaratilishi 23-bob. Sara 127 yosh umr ko'rdi. U Qananning Kirat Arba, ya'ni Hebron degan joyda olamdan o'tdi. Ibrohim uningga hasrat bilan yig'zar qildi. Ibrohim ayolning jasadining yenidan chiqib, xitlarning yeniga kelib, "Men sizlarning aranglarda bir musofir, ayolimni dafn qilish uchun menga bir parcha yer setib bergaysizlar" dedi. Ular Ibrohimga: "Janoblari, quloq solsizlar. Bizning nazarimizda sizlar bir kuchli qabila boshlig'i. Ayollarni eng yaxshi yerliklarimizdan biriga dafn qilg'aylar. Hech qaysimiz sizlardan qabrlik yaraymaymiz" dedi. Ibrohim ularga ta'zim qilib: "Agar sizlar ayolimni bu yerga dafn qilishimga rozi bo'lsanglar, Soharning o'g'li Afrondan Makib loyihasidagi o'ngirni menga setib berishini talab qilgaysizlar. U o'ngir uning etizining chetida. U sizlarning oldinglarda o'ngirning bahosini kesib bersa, u yerni setib olib, oilamga qabristonlik qilay deyman" dedi. Başqa xitlar bilan birga shahar darvosining oldida o'tirgan Afron ko'pchilikning oldida: "Janoblari, quloq solaylar. Men etizni o'nkir bilan qo'shib sizlarga berdim. Ko'pchilik oldida uni sizlarga sovg'at qildim. Ayollarni u yerga dafn qilg'aylar" deb javob berdi. Lekin Ibrohim xitlarning oldida ta'zim qilib, hamma odamga anglatib Afronga: "Sözümge quloq solib, pul to'lashimni qabul qilg'aysiz. Ayolimni u yerga dafn qilmoqchiman" dedi. Afron javob qaytarib: "Janoblari, u yer aran 400 kumush tangaga arziydi. Sizlar bilan mening o'tirimizda bu nima edi? Ayollarni u yerga dafn qilavergaylar" dedi. Ibrohim Afronning ko'pchilik oldida aytgani bo'yicha uningga 400 tanga to'lab berdi. Shunday qilib Afron Ma'mirning sharqiy tarafidagi Makib loyihasidagi u yerni Ibrohimning igdorchiligiga o'tkazib berdi. U yer etizlikdagi o'ngir va etizlik atrofidagi dal-daraxtlarni o'z ichiga oladi. Shahar darvosining oldiga to'plangan xitlarning hammasi bu yerning amdi Ibrohimga mansub bo'lganligini e'tirof qildi. Shunday qilib Ibrohim ayoli Sarani Qanandagi shu o'ngirga dafn qildi. Xitlarga mansub bo'lgan bu etiz va etizlikdagi o'ngir amdi Ibrohimning qabristonligi bo'lib, uning xususiy mulkiga aylandi. Xo'sh qarindoshlar, bugun ya'ni olamning yaratilishi 23-bob asosan Saraning vafoti bilan, ya'ni Ibrohimning Sarani dafn qilishiga oid mazmun. Mazmun ko'p emas, ham tasma emas. Faqat buningda biz oldi bilan endi Sara vafot bo'ldi emas, Sara vafot bo'ldi deb chiqdi. Biz bu orqali hamda Ibrohim hikoyasidan Saraning hikoyasi mushagicha degan o'xshash. Shuning uchun Saraning hayoti va Saraning hayoti orqali biz ko'rib olgan nuqtalar biz ko'rib olishga tegishli muhim mazmun qaysi deganga asosan endi Saraning hayotini bir qatim ko'rib chiqish bilan anadagi ikkinchisi Ibrohimning etizlik setib olish, ya'ni Sarani dafn qilish uchun bir o'ngirni, ya'ni Sarani dafn qilish uchun bir o'ngirni setib olib shu joyga Sarani dafn qildimizmi? Uning orqali biz yana qanday mazmunni ko'ra olamiz degan o'xshash shunday cho'ng ikki mazmun bo'yicha ko'rib o'tsak bo'ldi. Oldi bilan biz Saraning hayoti, ya'ni vafot orqali uning hayotini bir qatim xulosalab chiqsak, Sara, ya'ni Xudo Ibrohim bilan ahd tuzgan vaqtda o'xshashlar, ya'ni Sara bilan ahd tuzganmiz. Men uning ismini Sarahdan Saraga o'zgartirib, ya'ni uni ayol shahzoda deb atab, uning nurg'un millatlarning onasi bo'lganligini, uning avlodidan podshohlar chiqadiganligini aytgan emasmi? Shu vaqtda, ya'ni Sara uningga bir Xudoning uning baxt ato qilib, uning bir ya'ni o'g'il Ibrohim bir o'g'il ato qilganligini aytgan vaqtida bo'lsa, Sara 90 yoshda. Ya'ni Ibrohim 100 yoshda, Sara bo'lsa 90 yoshda edi. Garchi Sara İbrahim ya'ni Misrga tushganda bo'lsin, ya'ni nimada bo'lsin, Abimelekning oldida bo'lsin, ikki qatim ya'ni hayot xavfi uchraydi. Ya'ni Saraning go'zalligidan
İbrahimni özünü öldürüp etip Sarani ap kaçıp ketişinden ensirep Sarani özünün sınlısı dep 2 qatim yağan etken mezmunlan boldy. Andan keyin Sara özünün tug'maslik bo'lganligi uchun Xudoning va'dasi oldida o'zi tug'mas deb o'ziga qarab o'zining ya'ni kamchiligi mushunaq Sara o'zini tug'mas deb İbrahimga ya'ni yo'ldosh İbrahimga o'zining dedigi Hajarni kichik xudolik olib bergan mezmunlan bo'ldi. Va lekin keyin Xudo uningga Saraga homildorlik bir o'g'il tug'diganligini aytgan vaqtida bo'lsa Sara kuldi emasmi? Kuldi, ya'ni kulib turib men bo'lsam qerib qolgan tursam deb Xudoning shuna so'z oldida o'zining qerib qolganligini, burun bo'lsa tug'masligini aytib, Hajarni kichik xudolik qilib bergan bo'lsa, bu qatim Parvardigor Xudo o'zi Saraga homildorlik bir o'g'il tug'diganligini aytgan vaqtida bo'lsa, u kulgan emasmi? Kulgan vaqtida Xudo, ya'ni İbrahimga degan, ya'ni Lut vaqasidan burun 3 mehmon siyoqti kelib, shuna xalqi Sara bo'lsa mehmonlarga narsa tayyorlab, o'xshagan, ya'ni eng esil yerlardan o'xshagan nazimatlarni tayyorlab, shuna xalqi chidirning oqida turgan vaqtida İbrahim o'shuna degan vaqtida chidirning nimasidan Sara anglab kuldi emasmi? Kulgan vaqtida Parvardigor Sara nimishki kuldi, Parvardigor qilolmaydigan ish yo'q emasmi degan vaqtida Sara yo'q, men kulmadim desa, Parvardigor yo sen kulding desa, men kulmadim deb qo'rqib ketib tanigan vaqti bor emasmi? Ya'ni kulib shu vaqtda kuldi degan o'xshash shu kuldi degan so'zlar ko'p uchraydi. Lekin qisqasi Parvardigor Xudo Saraning bir o'g'ilga homildor bo'lganligini hamda uningga Isoq deb ism qo'yishni, Isoq ya'ni kuldi. Isoq degan ibroniy so'zning ma'nosi bo'lsa kuldi. U kuldi uchinchi shaxsda kuldi degan ma'noda, ya'ni kuldi degan ma'noda degan shu ismni qo'yishni aytadi. Endi munosabatli bo'lgan, ya'ni Xudoning ahdisi bilan munosabatli bo'lgan shu Xudoning ahdisiga, va'dasiga munosabatli bo'lgan o'g'ilni Saraning İbrahimga tug'ib berganligini, ya'ni biz boshida dedik, İbrahim bilan ahd tuzgan vaqtida o'xshashli Sara bilan tuzib, Saraning ismini Saraga o'zgartgan degan o'xshash. Ham shundaqla Xudoning ahdisi va va'dasiga, İbrahimga va'da qilgan shu avlodlarning, Xudoning İbrahim bilan tuzgan ahdisiga munosabatli shu avlodlarning bo'lsa, ya'ni o'zining ayoli, ya'ni Saradan dunyoga kelganligini aytish orqali Saraning bir o'g'ilga, ya'ni Isoqni tug'ib berganligini aytgan emasmi? Ana shundaq, ya'ni o'zining 90 yoshga kirib qolganda bir avlodlik bo'lish imkoniyatiga erishganligini anglab Sara boshda yenikidan, ya'ni kulib turib, men degan qerib qolgan tursam, tug'mas tursam deb turib kulib turib, Xudoning so'ziga, ya'ni kuliblam miqida kulish deganlik, ishonmaslik aralash kulishda bu endi. Kulgan Sara bo'lsa, shuna yeniklash, Xudoning so'zini yeniklash qabul qilgan, anglab kulgan Sara bo'lsa, ya'ni ishlanmagan bu ishni Xudo bo'lsa oxirida haqiqatan uni amalga oshirish orqali, ya'ni Saraning ustida haqiqatan shu qudratini namoyon qilib, shu ishni haqiqatan amalga oshirish orqali Saraning kulgisini, ya'ni mundaqlam kulgan kulgisini bo'lsa, haqiqiy xursandlikka aylantirgan Xudoga Sara oxirsida madihiya o'qib, ya'ni Xudo meni xursand qildi. Bu ishni anglaganlar o'xshashlar, men bilan birga xursandlikka to'ldi deyish orqali Saraning aytgan e'tiqod bir nimasi bor, ya'ni kulki, ya'ni Xudo haqiqiy o'zining qudrati bilan, ya'ni Xudo o'zining qudratini Saraning ustida namoyon qilgani uchun, ya'ni o'z qudratini namoyon qilib, uning kulgisini haqiqiy Xudoning qudratidan kelgan xursandlikka aylantirganligi. Ham shunday Xudoning Sara ustida qilgan bu ishni anglaganlarmi? Ya'ni Xudoning Sara ustida ko'rsatgan bu qudratini anglaganlarmi? O'xshash ham Sara bilan birga shunday xursandlikka to'lganligini aytib, Xudoni madihlab, Xudoning iltifoti bilan baxtga erishgan shundaq bir Saraning e'tiqodini buning madihiyasi orqali biz ham ko'rib o'tamiz. Mana shundaq Xudoning qudrati bilan, Xudoning qudratidan kelgan haqiqiy xursandlikning faqat Xudo orqali kelgan. Faqat Xudolar bizning dilimizni xursand qila oladi, ya'ni haqiqiy xursandlikka aylantirganligini va Xudoning qudrati bilan birga biz
özümüzün ve bu Xudanın kudretini anlayan başkalarım hem bile Xudanın kudreti arkalık özünün kalbinin xursallik tulduğanlığını şu Sara'nın medisi arkalık biz göre alayımız. Yani şundan Sara Xudanın ahdisi ve vədisi bilen ahırsıda hem şunlarla özünün üstüde Xuda özünün kudretini namayan kılışı bilen Xudanın iltifati, mehri şefkat arkalık haqiqiy baxtga erişken, iltifatga erişken haqiqiy Xudadan xursallikka, şadlıkka erişken Sara 127 yaşında vafat bolgan mezmun bugünkü 23. bab 1. ayette arkalık göre alayımız. Mana shundaq bu Sara'nın mushu madihisi ham shundaqla mushuna Sara'nın ayat orqali biz yana kichikdan esimiz kelgan mazmun nima desa bu Sara'ga oid mazmun ya'ni Galatiyaliklar yozgan 4-bab 27 oyatga qaraydigan bo'lsak xo'shal bo'l ay farzand ko'rmagan tug'mas ayol tantana qil yuqori ovozing bilan to'lg'oq azobini ko'rmagan ayol chunki dastlabda tug'mas ayolning farzandlari keyin boshqa ayollarning farzandlaridan ko'p bo'ldi deb ya'ni Sara'nın mezmununu yani mişede Pavlos Sara'nın yani sahne tuqqan Sara'nın haqiqiy erkin ayol Sara'nın haqiqiy ahdi va'dasi bo'lgan va'dasiga ahdisiga munosabat bog'lanishgan sahne tuqqandan keyingi shu mazmunni muqaddas kitoblarda Sara ustida yozilgan xo'shal bo'l ay farzand ko'rmagan ayol deb turib shunda haqiqiy xo'shallik bilan haqiqiy xo'shallikqa to'lishini aytib turib shundaqla buning farzandlarining garchi hozir Isoh bilan aram bir farzand ya'ni Isohni ko'rgan bilan ya'ni Sara bilan Xudo Parvardigor ahd tuzgan vaqtida ya'ni nurg'un xalqlarning nurg'un millatlarning onasi bo'ldi ayol shahzada uning xalqlari uchun ya'ni uning avlodlari uchun podshohlarni chiqdi deb va'da bergan emasmi endi buni keyin ana shundoq ya'ni muqaddas yozmalarda yozish orqali xo'shal bo'l ay farzand ko'rmagan ayol ya'ni dastlabda tug'mas ayolning farzandlari keyin boshqa ayollarning farzandlaridan ko'p bo'ldi deyish orqali ya'ni Sara'ning farzandlarining faqat bir Isoh bilanla bo'lib cheklanib qolmasdan balki Xudoning va'dasi bo'yicha aytilgandek nurg'un millatlarning onasi bo'lganligini ham shundoq uning avlodlarining ichida ya'ni podshohlarmi chiqqanligiga oid mushu so'zning amalga oshirilganligining mushu so'zning haqiqiy amalga oshirilganligining ispat sifatida Galatiyaliklar yozgan xatda ana shunday xalqi Saraga munosib bo'lgan mazmunni bu yerda aytganligimizni ko'ra olamiz. Ham shundaqla Saraga aytgan shu va'dasining bugungi kunda bizga bilanmi qanday bog'lanish ekanligini biz ben bu nimaga orqali deyish orqali ya'ni qarindoshlar sizlar Xudoning farzandlari bo'ldinglar. Chunki xuddi Ishoq Xudoning va'dasi bo'yicha Saradan tug'ilgandek sizlarmi Xudoning va'dasi bo'yicha tug'ildinglar deyish orqali bizingmi ya'ni mush Ayso Masihga e'tiqod qilganlarningmi qilguvchilarningmi Xudoning va'dasi bilan ya'ni Xudoning iltifoti bilan Xudoning ana shu Ayso Masih orqali tuzgan yangi ahdisiga bog'lanish bo'lgan Xudoga mansub bo'lgan shu e'tiqodchilarningmi ya'ni Xudoni ota deganlarning Xudoni ota deb chaqirganlarning ya'ni Xudo farzandim deb atagan bizlarningmi Saraning avlodlari hozirgi avlodlari bo'lib ana shu Saraning xo'shalligining texmi to'lib teshishini chunki Xudo u orqali ana shunday kuch qudratni ana shunday va'dasini amalga hozir qanday amalga oshirganligini bizga bugun bizlarga shuna da'vat qilganimiz ko'ra olamiz. Bu orqali biz yana shu vaqtda Sara dastlabda kulgan emasmi ya'ni va'dasiga Xudoning so'zi ya'ni Xudoning deb kelar yil mush kunda sen bir o'g'il ona bo'lsan ya'ni Ibrohimga ayoling Sara kelar yil bu mush kunda bir o'g'il ona bo'ldi degan vaqtida kulgan Sarami kulgan emasmi mushu kulkisini Xudo kulkisi ustida haqiqiy o'zining qudratini namoyon qilganligini ko'rish orqali biz endi nima ko'ra olamiz? Korintoliklar yozgan 1-bob 18-oyatda ya'ni Ayso Masihning Kristga qurbonligi to'g'risidagi xush xabarni ham buni Xudoning qudratining namoyon bo'lganligi Xudoning qudratining ana shu xush xabar ustida namoyon bo'lganligini ya'ni shu Xudoning qudratiga ishonganlarning bo'lsa ya'ni qutqizilish yo'lida mengayotgan
bizlar uchun yani Xudoning qudratiga ishonib, Ayso Masihning Kiristga o'limiga ishonib, shu qutqizish yo'lida yotgan bizlar uchun u yani bizni qutqizadigan bu xo'sh xabarning bo'lsa, bizni qutqizadigan kuch, qudrat ekanligini. Lekin endi bunga ishonmaganlar nisbatan bo'lsin. Albatta Sara ishondi Xudoning qudratiga, lekin dastlabda kulgan emas. Mana shunday, lekin mushunday Rabbning Kirist qurbonligi ustidami ham biz xo'shxar taqat qiladi. Ba'zilar bo'lsa ahmoqonlik deydi, ba'zilar bo'lsa buni xurofiylik deydi, ba'zilar bo'lsa yolg'onchilik deydi degan o'xshash nurg'un so'zlar bor. Biz bu xo'shxarni taqat qilgan vaqtimizda ham ba'zilar bo'lsa haqiqatan Xudoning uning qalbini yoritishi orqali Ayso Masihni qabul qilgan bilan ba'zilar bo'lsa Ayso Masih rad qilganlar ham ko'p. Ana shundaq Ayso Masihning Kiristga qurbonligi to'g'risidagi bu xo'sh xabarni biz xo'sh xabarni taqat qilgan vaqtimizda bo'lsa, ya'ni Xudoning va'dasi ichida bo'lmagan xalqlar, ya'ni mangulik o'limga yuz tutganlar bo'lsa, ularga nisbatan albatta Kirist Rabbning Ayso Masihning Kiristga qurbonligi bir ahmoqona ishlardek his qildilar. Nodonlikdek, ahmoqonlikdek shunday bir his qilgan bilan, lekin bizning uchun ham bu xo'sh xabar. Yani başkalar faqat kulib qo'yib, boshqalar ishonmay, boshqalar haqorat qilgan bu Rabb Ayso to'g'risida xo'sh xabar bo'lsa, bizga nisbatan bizni mangulik o'limdan, ruhiy o'limdan qutqizib, haqiqiy Xudo bilan yarashtirgan, Xudoni haqiqiy ata deyalaydigan, Xudoning huzuriga kirib kiralaydigan, bizni ana shunday qutqizish yo'liga boshlagan, mangulik bo'lgan Xudoning qutqizish, ya'ni Xudoning huzurida turalaydigan, Xudo bilan haqiqiy Xudo bilan mungdishib, Xudodan kelgan xursandlikka erishalaydigan ana shu kuch qudrat bo'lsa, ana shu xo'sh xabar ekanligini ham biz aytdik. Shuningga o'xshash Xudoning va'dasiga bog'langan, Xudoning ahdisiga bog'langanlarga nisbatan Xudoning har bir so'zlari, Xudoning aytgan har bir so'zlari, Xudoning qilmoqchi bo'lgan har bir ishlari Xudoning ahdisiga bog'langanlar uchun bu bir Xudoning ularning ustida namoyon qilmoqchi bo'lgan kuch qudrati ulug'ligi hisoblandi. Shunga o'xshash shu mazmun orqali bizmi kunni Xudoning shu so'zlari oldida o'zimizning pozitsiyamizni to'g'rilay olamiz. Ya'ni Xudoning kunni bizga da'vatgan, bizga aytayotgan, bizga chaqirayotgan. Ya'ni biz panda nasihatlar 8-bob qaraydigan bo'lsak, donolik chaqirdi, ko'chalarda chaqirdi, shaharlarda chaqirdi, odamlar ko'p joylarda chaqirdi degan o'xshash. Ya'ni Xudo kunni bizga chaqirayotgan, Xudo kunni bizga chaqirayotgan o'zining so'zlari, biz shu o'qiyotgan muqaddas kitobda Xudoning so'zlari bo'lsa, faqatlam yeziq ustidagi xatlar bo'lmasdan, balki bu Xudoning so'zlari bizning hayotimiz ustida Xudoning kuch qudrati, ulug'ligi bo'lib namoyon bo'lgan shu so'zlar bo'lg'achqa, biz ham Xudoning so'ziga shunday ishonch bog'laganlar, umid bog'laganlar, Xudoning so'ziga ishonib, kunda itoat qilish yo'lini tanlab olganlarga nisbatan bo'lsa, Xudoning so'zi bir kuch qudrat. Bizning hayotimiz namoyon bo'lgan bir kuch qudrat, hayotiy, mangu o'chmas bo'lgan umidni ato qilgan shunday so'zlar hisoblandi deb shuni biz yig'inchoqlar olamiz. Tamam, ikkinchisi bo'lsa, Ibrohimning, ya'ni Saran deb qilish, materialda Ibrohim deb yozilib qolibdi, kechirsizlar, o'zingizlar to'g'ri olasizlar. Ya'ni Ibrohimning Saran deb qilishi. Endi bu Ibrohimning Saranni deb qilish uchun bir endi mazmunni o'qisak ham deydi, endi tushunchi mazmunlar bor. Ya'ni Ibrohim bo'lsa, ya'ni Saran, ya'ni Xitlarning zaminidan, ya'ni Xitlarning joyidan, ya'ni 23-bab 4-oyatga qaraydigan bo'lsak, ya'ni sizlarning oranglarda bir musafir deb, ya'ni Xitlar Ibrohim ayolning jasadining yendan chiqib, ya'ni Xitlar yana kelib, sizlarning oranglarda bir musafir deb turib, Xitlarning yaniga berib o'zining bir musafirligini hozirga qadar o'zining taxi musafir holatda yashayotgan, o'ziga mas'ul bo'lgan, o'zining xususiy mulkining yo'qligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Musafir bo'lib yashayotganlar. Garchi Ibrohim 75 yoshida Xudodan ana shunday biz oldingi 22-bobga qargan vaqtimizda Xudoning unga bergan baxt, ya'ni va'dasi 3 turli baxt va'dasi, zamin va'dasi, avlod va'dasi deb degan to'q. Shu vaqtdim degan biz zamin va'dasini qachon amalga oshganligini, avlod va'dasini qachonlar amalga oshganligini biz qisqacha deb o'tgan. Shuningdek, hozirga qadar Ibrohimning bir musafir bo'lib, uning xususiy yer zamini, uning tava bo'lgan zaminning taxi yo'qligini biz ko'ra olamiz. Bu to'g'risida biz Ibrohimning bu e'tiqod haqidagi mazmunni biz Ibroniylar yozgan xatda biz oldin nihoyat ko'p ta'kidlab o'tgan. Shuningga bog'lab sizlar qayta bir o'qib chiqsanglar bo'ldi. Yani e'tiqodi sababidan ular yer yuzidagi zaminga emas, balki arishki Xudo tayyorlagan zaminga umid bog'lab yashadi degan o'xshash mazmunlar bor. Ibroniylar yozgan xatda shuni o'qib turib, billa bog'lab turib o'qisanglar ham yaxshi bo'ldi.
Endi bu yerda İbrahimning yana shunday musofir holatda ekanligini, u bo'lsa chiqib xitlarning yana berib, yana xitlarning ziminidan bir o'ngirni yani makiblah yesidiki bir öngörünü talab qilib, uni bir 400 kumush tangaga setib olganligini 23-bab orqali biz ko'ra olamiz. Men sizlarga qitlarga oid mazmunni burun degan. Nuh payg'ambarning yani Qanan, Sam, Ham, Yapatlarning hikoyasidan keyin yani Qanan bor. Şu Qananning ikkinchi o'g'lining ismi Xit deb turib biz yani shu olamni yaratilishi 10-bab qaragan vaqtinglarda yani Nuhning avlodlari deb turib shu joyda chiqdi. Xitlarning Xit bo'lsa Qananning avlodi. Yani Qananning kichik o'g'li. Xit ekanligini ko'ra olamiz. Hozir bu İbrahim bo'lsa Qananliklarning ziminda emasmi? Yani İbrahim bilan Xudo ahd tuzgan vaqtida. Yani biz qaraydigan bo'lsak 15-bab yaratilish, alam yaratilish 15-babda, yani Xudoning zimini taqdirlagan degan vaqtida İbrahim dedi: "Ey Parvardigor, ey qudrat Parvardigor, men bu ziminga jazma ega bo'lganligim nimadan bilman?" degan vaqtida Parvardigor uning kala, qo'shqa, paxtak deganlarni o'ltirib, ikki tarakdan qilib qo'ygan vaqtida qilgan degan vaqtida Parvardigor yani tunji qatdan Parvardigor o't yalqin ichida o'tib ketgan vaqtida uning avlodlarining 400 yil qulluqda yashaydiganligini, lekin keyin ularni qulluqdan chiqarib bo'lsa, ularning zimin yani Misr chegarasidan toki Firat daryosiga so'zilgan ziminlar hammasini uning avlodiga taqilganligini taqdim qilganligini, bu zimin bo'lsa kellar, kenizlar, kadmonlar, xitlar deb turib, mishadalqi yo'qotish tegishlik mishat qabilalarning ismini degan emasmi? Muşu ziminlarni bular İbrahimning avlodlariga berganligini aytgan. Yani buning ichida xitlar chiqqan. Yani xitlarning ziminini İbrahimning avlodlariga taqilganligini Xudo degan. Bu yerda İbrahim ana shu xitlarning ziminiga berib, bu yerda yari yani zimin setib olishi, İbrahimning o'ziga xususiy mulk qilib, o'ngirni, etizni, atrofidagi shuna o'rmonliklarni o'ziga mansub qilib, oilasiga qabristonlik qilish uchun shu o'ngirni setib olishi bo'lsa, setib olish orqali nimani ko'ra olamiz desa, yani Xudoning bu ziminni jazman yiqilganligini, İbrahimga jazman yiqilganligini, ham bu ziminning İbrahim va uning avlodlariga taqilganligini izchil Xudo ta'kidlab kelgan emasmi? Yani bu İbrahimning bu zimin setib olishi, yani o'ziga xususiy, hozir chunki İbrahimning xususiy joyi emasmi, lekin İbrahim bu joydan o'zini etizlik qilish, ya'ni qabristonlik qilman deb bu etizlikni setib olish bo'lsa, Xudoning uningga qasam qilib bergan shu va'dasiga bo'lgan ishonchi. Ya'ni keyin bu zimin cho'qim mening avlodlarimning zimini bo'ldi deyish orqali biz qaraydigan bo'lsak, Isoqmi o'zining Isoqlarni shu o'ngirga o'xshash bir o'ngirga o'zining jasadini shu joyda dafn qilganligini keyin ko'ra olamiz. Shunga o'xshash İbrahimning bu yerda ishonch bilan shu ziminni o'ziga xususiy mulk qilib setib olishi, shu ziminning kelgusida cho'qim uning avlodlariga avlodlarining miros zimini bo'lganligi bo'lgan ishonch orqali o'zining shu ishonchi bilan avlodlarning ziminiga ega bo'lganligi bo'lgan ishonchidan ana shu ziminni o'zi setib olib qabristonlik qilganligini ko'ra olamiz. Ammo İbrahimga o'xshash qilgan İbrahimning yana zimin setib olganiga oid mazmun Konatib yeni bir yerda uchraydi. Biz bu orqali ko'rsakmi, birga bog'lashtirib ko'rsakmi, buning nima uchun ziminni, ya'ni bu ziminni setib olishining ishonchga bog'liq ekanligini oid mazmunni yana bir qatim ko'ra olamiz. Biz Yeremiya 32-bab 1-oyatdan 15-oyatlarga qaraydigan bo'lsak, Yeremiya ya'ni 16-dan boshlab o'sha toki oyatning oxiriga qadar 40 necha yil, 50 yilga qadar Isroillarni boshda tövbe qilishga, çünkü bu netçi padişahlar bu yaşayotgan davrda bu izchil Xudoning so'zini jakarlab tövbe qilishni, tövbe qilmas ularning Babilga surgun bo'lganligini, bu Yahuda ziminining bo'lsa, alayh bo'lganligini, bularning surgun bo'lib halokatga yo'zinganligini izchil Yeremiya payg'ambar izchil jakarlab kelgan. Lekin Isroillar bo'lsa, buning ishonmay kelgan emasmi? Lekin ana shunda 32-bab kelgan vaqtida bo'lsa, ya'ni Isroillar bo'lsa, ya'ni Babilning qo'rshovida, ya'ni halokat oldida turgan vaqtida, halok bo'lish oldida turgan vaqtida Babilliklar ularni qo'rishib olib, yurtida bo'lsa ocharchilik, anan keyin Babilliklar bu ziminni qalaymagan qilib, nima deymiz, o't qo'yib, ishqib ziminda ham vabo tarqalib degan shu. Biz mushuni nima yo'qitmasak, hozir bizning vatanning ahvoli, ya'ni vabo tarqalgan, ochlik, nurg'un
surgunlik bo'layotgan, ham shunday qo'rshash bo'layotgan, ana shunday ochlik, qurg'oqchilik, vabo, shunday nurg'un ofatlar, shunday Isroil, ya'ni shu Yahudiyada yuz berayotgan shunday vaqtda qalaymaqonchilik, ya'ni Yahudanning zaminning halokatga aloq bo'lish oldidagi vaqtida Parvardigor Yeremiyani o'zining tag'isi Anatot'taki şu tağısının etizliğini setip elişini buyuruyor. Yani şu tağısının Yeremiya'nın aldığına gelip etizliğini setip algan bolsaң degan vaqtida Yeremiya'nın o etizini setip elişini Parvardigor Yeremiyaga deydi. Şu vaqtda Yeremiya mushundaq halokat bo'lish oldida, ya'ni zimin bo'lsa qurg'oqchilik, ishqib mushundaq halokat bo'lish oldida faqat kelgusi yo'q holat, biz o'zimizning ko'z bilan qaragan vaqtimizda hech bir kelgusi yo'q bo'lgan mushundaq ziminni setib elishini buyurishi bo'lsa, bu yerda etizlikni setib elishi bo'lsa, ya'ni Xudoning Isroillarni 70 yildan keyin surgunlikdan qaytarib, cho'qim bu zaminga qaytarib keldiganligini bishorat qilish uchun Yeremiya payg'ambarni bo'lsa, shu ziminni setib elishini, chunki Isroillarning 70 yildan keyin qayta surgunlikdan qaytarib kelgichi Parvardigorning ularni cho'qim shu so'zi bo'yicha ularni ziminga qaytarib keldiganligini bishorat qilish uchun Yeremiyaga bu ziminni setib elishini, bu etizlikni setib elishini buyurdi. Shuning o'xshash hamda bu yerda bu İbrahimning bu zimin önkürni setib elib o'ziga qabristonlik, ya'ni oilasiga qabristonlik qilishimi, setib elib o'ziga xususiy mulk qilishimi, ana shu İbrahimning ishonchi bilan qilgan bir harakati, itoat ekanligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Ya'ni bu ziminning bu hozir xitlab turgan zimin bo'lsin, ya'ni 15-bobda Parvardigor Xudo degan o'xshash Misr chegarasidan toki Firat daryosigacha so'zilgan shu ziminlarning hammasining İbrahimning avlodlarining zimini bo'lganligiga, İbrahim o'zining avlodlarining mirosi, shu zimin bo'lganligi bo'lgan ishonch bilan o'zi musofir bo'lib turgan shu yurtda o'zi xususiy mulk qilish uchun 400 tangaga, ya'ni Sarani dafn qilish uchun shu o'ngurni ishonch bilan setib olganligini biz ko'ra olamiz. Bu orqali ya'ni İbrahimning hazlan xatimi shuni halqa İbrahim ya'ni e'tiqodi bilan oldin ko'rgan degan mazmun bog'i shuning o'xshash bu yerda hamda İbrahimning oxirigacha shundaq ishonch bilan, e'tiqodi bilan qilgan shundaq amaliyotlarni, itoatlarni biz shundaq İbrahimning qilgan ishlari orqali ya'ni biz ko'rib o'talaymiz. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmun shundaq ko'p emas. O'zingizlar qaytadan ko'rib o'tkaysizlar. Endi İbrahimning mazmuni shuning bilan 24-bobda endi İsa'ni qanday o'ylaganligini, ham İsa'dan boshqa qanday avlodlari borligini deyish orqali İbrahimning mazmuni tugab, İsa'ga o'tkildi mazmun hikoya. Shuning o'xshash yana bir ta'kidlaydiganim sizlarmi, chunki bizning darslarimiz ko'p emas. Yani haftada bir qatim yoki ikki qatim chiqargan shunday vaqtlarda sizlar o'zingizlar vaqt chiqarib bir qatim İbrahimning e'tiqodi, İbrahimning hayoti orqali uning mayli ojizliklari bo'lsin, mayli u Xudoning oldida qilgan ishonchsizlik bilan qilgan ishlari bo'lsin, lekin keyin Xudoning uning ishonchini qanday turg'izganligiga oid mazmunlar bo'lsin va uning Xudoning oldidagi pozitsiyalari bo'lsin, Xudo bilan bo'lgan munosabati, Xudoga qanday bog'lanishi, Xudoga bo'lgan e'tiqodi haqida o'zingizlar bir qatim tafsiliy boshdan oxiri ko'rib selishtirish orqali qilsanglar sizlarga foydasi ko'p deb o'ylayman, ya'ni yordami ko'p deb o'ylayman. Ma'qul, bugungi mazmun mushunchalik bo'lsin. Hammalar Xudodan kelgan cho'nqur tushuncha va Xudoning so'ziga bo'lgan tashnalik, Xudoga bo'lgan intilishni Xudo sizlarga qalbinglarga ato qilishini tilayman. Biz ham keyingi sonda olamning yaratilishi 24-bobni ko'rishaylik. Hammanglar omon bo'linglar.